Xayrli kun aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Toshkentdagi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga qurilgan masjidga kelgandim. Sizlarga ham baham ko'rdim. Ko'ring va o'z fikringizni qoldiring. Ulardan bittasi eng yoqqani mana shu bo'ldi. Beshokka. Ancha-muncha joyda yo'q-da. Keyin mana kirganda go'zal joy. Kattagina rulonda qog'oz va yosh kattalar uchun ushlab turadigan, ushlab o'tiradigan qotirilgan va mustaqil uchun kranik choynagi bilan juda go'zal. Sizdan keyingilar ranjimasin deyapti. Albatta do'stlar. Tahorat olayotganda qulayliklarga qaranglar. Oyoq kiyim kiyib yetish uchun mana bunday narsalar ilingan va yana qulayliklardan bittasi oyoq qo'yadigan turbalar qilib qo'yishgan. Undan tashqari yana bitta qulayligi shu mana kranikda 25 sm devordan uzoqlikka qo'yilgan. Qanday qulaylik deganda, bu oyoqni yuvganda bemalol yuvoradi. Mana bu yergacha yuvgan paytda oyoq mana bu devorga tegib qolmaydi. Birarga joylarda kalta bo'ladi-ku, oyog'ingiz devorga tegib qoladi. Shu tomonlama ham juda zo'r ekan, milalari bor. Keyin sochiq bor. Oyoqda sochiq, yuz qo'l uchun alohida sochiqlar bor. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Mashalloh deb yozib keting va qaysi masjidga yana boshligimizni tavsiya qilib keting. Sizlar bilan men Sirojbek. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.